5,5 dollar kami boriga qora Lacetti chiqib qoldi-yu. Chista o'lmas kashchi mashinalardan biri bilasizlar, o'rtoqlar, o'zlaring. Qaranglar, 3-paysa luki bor. 489 ming yurgan ekan, 489 ming kilometr. Mexanika korobka mana maytfonlarga ishlab turibdi. Luklar ham ishlab turibdi mana. Luki g'alati ekanmi? Chexol polilar tana qilib qo'yibdi, ama 4 ta balon yaxshi holatda, optra faralari bor. Aka aytmoqchi, Galaxy kanaliga obuna bo'lib qo'ying, shunaqa arzon mashina o'tkazib olmaysiz. Qorasidan so'radilarmi? Mana 5,5 dollar yo'si berib yuboraman deyapti. 2009-yil holat yaxshi turibdi mashina. Mani men deyapti. Bu 9 mikin, bu 8 mikin bu? Xudo xolasa 1.8. ABS'i bor, konditsioneri bor, yaxshi akkumulyator, gidravlikasi bor. Xullas motorlari joyida turibdi. 5,5 dollar berib yuboradi. Srochniga telefon qilib, mashina xarid qilib olmasalaring bor, sotilib ketib qoladi, o'rtoqlar. Bu videoni Lacetti g'o'rlab bor, o'shunaqalar jo'natib qo'yib kelaverasizlar.